Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Salom City'dan ajoyib bir daromadli takliflar bor ekan. Shuni sizlarga o'rtoqlashgani keldik. Hozir ko'rsatib o'taman. Xabaringlar bor, Qo'qon yog'moy zavodini o'rniga ajoyib markaz qurilyapti va shundoqqina o'sha markazni ro'parasida Salom City'ni 3 ta yangi ko'p qavatli uylari bo'ladi. Ushbu Mavron Nahr loyihamizni biz kuzatuvchilarimiz bilishadi. Hozir mansarda qismiga yetib keldik va bu ikkita uyimizni esa hozir katlaman qazish ishlari boshlanib, allaqachon trambovkalar qilish jarayonlari ketyapti. Endi sizlarga taklif, avvalgi videolarda ushbu Mavron Nahr loyihasidagi savdo do'konlarimiz qurilishiga start berganimizni aytgandik. 200 kvadrat metrdan boshlab buyurtmalar qabul qilinadi. Yangi binomizni savdo do'konlariga esa 100-120 kvadrat metrdan boshlab ham buyurtmalar qabul qilinadi. Ushbu binomiz yerto'la birinchi hamda ikkinchi qavatlari noturar joy. Birinchi qavatini do'kon, ikkinchi qavatlarini bemalol o'sha o'quv markazlari yoki ofislar juda ham ajoyib lokatsiyada joylashgan. Eng gavjum va eng markaz bo'lish kutilyapti ushbu joylarni. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun quyidagi raqamga murojaat qiling yoki ko'rib turganingizdek savdo ofisimizga tashrif buyurishingiz mumkin. Salom City bu aynan siz istagan qulaylik.